Siz qaysi institutda o'qiyapsiz? Narxoz. Narxozda. Qaysi yo'nalishda? Iqtisodiyotda. Iqtisodiyotda. Zo'r. Kim bo'lmoqchisiz katta bo'lsangiz? Bilmaganim uchun so'rayapman. Hozir ikkita variant bor. Yo 4-kursgacha yaxshi o'qish yoki o'qish tashlab, sal o'qish tashlab ishlash varianti bor. Yo, Ahmad, qarang, biz Buxorodan kelgan odamlar sifatida aytamiz. O'qishni tashlamang, Toshkentda qolishingiz yagona imkoniyati shu. Uydagilar men o'qishdaman. Dada, men boshqa yo'nalishda o'zim tekshirib ko'rishga qaror qildim va o'qishni tashladim degan kuniz ertasi ko'p mollarni taygan. Buxoroning qayerdansiz? Kogon. Kogondanmi? Yo'q. Kogonga respublika mol boqishga joy yo'q. Bormi? Normalniy bo'lar ekan, tuppa-tuzuk plan bor ekan-ku. Siz qaysi institutda o'qiyapsiz? Narxoz. Narxozda. Qaysi yo'nalishda? Iqtisodiyotda. Iqtisodiyotda. Zo'r. Kim bo'lmoqchisiz katta bo'lsangiz? Bilmaganim uchun so'rayapman. Hozir ikkita variant bor. Yo 4-kursgacha yaxshi o'qish yoki o'qish tashlab, sal o'qish tashlab ishlash varianti bor. Yo, Ahmad, qarang, biz Buxorodan kelgan odamlar sifatida aytamiz. O'qishni tashlamang, Toshkentda qolishingiz yagona imkoniyati shu. Uydagilar men o'qishdaman. Dada, men boshqa yo'nalishda o'zim tekshirib ko'rishga qaror qildim va o'qishni tashladim degan kuniz ertasi ko'p mollarni taygan. Buxoroning qayerdansiz? Kogon. Kogondanmi? Yo'q. Kogonga respublika mol boqishga joy yo'q. Bormi? Normalniy bo'lar ekan, tuppa-tuzuk plan bor ekan-ku.